Saodat asri qissalari. Intizor kutilgan tong. Birinchi kitob. Ka'ba yiqiladimi? Makka xalqi Mug'ammisda to'xtagan katta qo'shinning dahshatidan o'zini yo'qotib qo'ydi. Shahar kattalari Dorun Nadva Qurayshning oliy majlisi o'tkaziladigan yerga to'planishdi. Yig'ilgan ma'lumotlar atroflicha tahlil etilgach, bu qadar katta qo'shinga qarshi urushish o'lim bilan barobardir degan qarorga kelishdi. Majlis a'zolari qo'shin qo'mondoni bilan uchrashishni ma'qul topishdi. Shu orada Dorun Nadvaga Abrahadan bir elchi kelib qoldi. Uni ichkariga olib kirishgach, "Makka raisi kim? Men u bilan ko'rishmoqchiman", dedi elchi. Yig'ilganlar bir-birlari bilan ko'z urishtirib olgach, nigohlar Abdumutallibda to'xtadi. "Xo'sh, nima gaping bor?" deb so'radi Abdumutallib. "Yaman hukmdori Abraha Makka boshlig'i bilan ko'rishmoqchi." "Maqsadi nima ekan?" "Hukmdor, men sizlar bilan urush qilgani kelganim yo'q. Faqatgina shu baytni buzmoq uchun keldim. Agar bizga qarshi chiqmasalaring, men ham qon to'kmayman deyaptilar." Abdumutallib qarorini aytdi. "Bizning ham sizlar bilan jang qilish niyatimiz yo'q. Kuchimiz ham yetmaydi. Urushga sabab ham yo'q." "Unday bo'lsa, hukmdorim seni kutmoqda. Qani, boshla." Abdumutallib yoniga ikki o'g'lini olib, Habash lashkari qo'ngan yerga yo'l oldi. Abdumutallib Abrahaning chodiriga kirdi. Abraha umrida bunday odamni ko'rmagan edi. Abdumutallib uzun bo'yli, g'oyat xushfe'l, yuzidan nur yog'ilib turardi. Hukmdor birdan yuragining tez-tez ura boshlaganini his etdi. Bu odamga oddiy kishilar bilan gaplashganidek muomala qila olmas edi Abraha. O'tirgan yerdan tushdi. Pastga o'tirdi. Abdumutallibni yoniga o'tkazdi. Tarjimon vositasida so'radi: "Mendan nima istaysan?" "Odamlaring 200 tuyamni olib ketishdi. Shularni qaytarib berishingni istayman." Abraha bu javobdan hayron qoldi. Yana bir bor Abdumutallibga boshdan oyoq razm soldi. Biron jismoniy yo ruhiy kamchilik topolmadi. Eshitgan so'zlari bu insonning so'zlari ekaniga ishonmayotgan edi. O'rtaga sukunat cho'kdi. Abraha boshi egik o'ylanib qoldi. Keyin tarjimonga bir narsalar deya pichirladi. Tarjimon Abdumutallibga: "Seni ko'rib haybatingdan titrab ketdim. Naqadar viqorli, ulug' odamning ro'parasida turganimni tushundim. Ammo so'zlaringni eshitib, fikrim o'zgardi. Bir necha tuyangni qaytarib berishimni so'rading. Holbuki men sen va ota-bobolaring muqaddas deb kelgan baytni buzish uchun keldim. Sen bu baytni buzmasligimni so'raysan deb o'ylagandim." Abdumutallib g'oyat sokinlik ila: "Men tuyalarimning egasiman. Baytni uning egasi o'zi qo'riqlab oladi", deya javob qildi. Abraha bu so'zdan hayratlandi. "Hech kim meni bu qarorimdan qaytara olmaydi. Sen ham, baytning egasi ham." So'ngra yonidagilarga: "Bu odamga tuyalarni qaytarib beringlar", dedi. Abdumutallib chodirdan chiqib ketdi. Abraha hayratlar ichida qoldi. Bu odamning so'zlari hech ham oddiy so'zlar emas edi. Hatto Abdumutallib bu so'zlardan keyin ko'ziga yana ham haybatliroq
ko'rina boshladi. Uning nazarida bu odamni mensimaslikning sira iloji yo'q. Uni mensimaslikka harakat qilganlarning obro'yi to'kilar edi. Abdumutallibning kelishidan ko'ra ketishi ulug'vor bo'ldi. Haqiqatdan ham bu dasht odami tog'da bo'ri yo'q qushlarni oziqlantiradi deganlari rost ekan deb ta'sirlandi Abraha. Abraha unga hech kim meni bu qarorimdan qaytara olmaydi der ekan. Abdumutallibning so'zlari uyg'otgan tahlikani bildirmaslikka harakat qilgan edi. Tahlikaga o'rin ne? Axir uning katta lashkari va ulkandan ulkan fili bor. Buyuk Arabiston yurtlarida uning qarshisiga chiqib, "Mana, men borman sen bilan urushadigan" deya olishga jur'at etadigan bir mard topilmas edi. Kuch-quvvatlari sening qudrating ustidan aslo g'olib kela olmaydi. Agar ularning xohishi bo'yicha bizni ular bilan qiblamiz oldida yolg'iz tashlab qo'ysang, bu ham sening ishingdir. Abdumutallib shu so'zlarni aytar ekan, yonidagilar hayajon ichida uning so'zlarini takrorlab turdilar. Ko'ngillaridan chiqayotgan niyozlar oliy dargohga yuksalar, butun Makka ahli Abu Qubays tog'i tepaliklarida qo'l ochib bu duoga jo'r bo'lishar edi. Keyin 100 ta tuya keltirilib, qurbonlik uchun nishon urildi va Ka'baning yoniga qo'yib ketildi. Ka'baga hujum qilganlar bu hayvonlarni so'yib yesalar, bu nohaq harakatlari uchun Alloh ulardan intiqom oladi degan tushunchalar bor edi ularning. Abdumutallib va sheriklari Ka'bani asl egasiga omonat etib topshirgach, tog'larga qarab ketdilar va dushmanning shaharga kelishini poylay boshladilar. Abraha yarim kechada uyg'ondi. Ko'zlari chodirning tepasiga tikilgan edi. Nafas olishi tezlashdi. Yuragi ham tez ura boshladi. Zehnini hali ham o'sha so'zlar egallab olgan edi. Men tuyalarning egasiman. Baytni esa egasi qo'riqlab oladi. Bu so'zlarni aytgan odamdagi matonat unga qattiq ta'sir qilgan edi. Arab diyorida to'plash mumkin bo'lmagan ulug' bir lashkarning bosh qo'mondoni, Habashistonning Yaman mamlakatidagi qudratli voliyi bo'la turib, qurmag'ur bitta chol aytib ketgan bir jumlaning ta'siridan hech qutula olmayotgan edi. Bu jumla uzoqdan kelayotgan va yaqinlashgan sari kuchayotgan bir portlash kabi dahshatli tuyuldi. U yaqinlashgan sari Abraha chayqalar, qattiq zarbalar bilan ruhini ostun-ustun etar edi. Nihoyat chiday olmasligini angladi va o'rnidan qalqib tashqariga chiqdi. Muharram oyining o'rtalarida katta, barkashdek dum-dumaloq shaklga kirgan oy butun hashamati ila jahonni tomosha qilmoqda edi. Inson ko'zini bezovta etmaydigan eng totli yorug'lik edi bu. U atrofga nur sochib turardi. Bunday kechada oyning shunday holini ko'rgan odam faqat huzur qiladi va ruhi dam oladi. Abraha 60 ming kishilik qo'shnini bir sidirg'a ko'zdan kechirdi. Bu dahshatli kuch uning birgina buyrug'i bilan harakatga keladi. Bu lashkar bilan
bir Ka'bani tugul butun Makkani vayron etish qiyin emas edi. Bu lashkar bilan butun Arabistonni tiz cho'ktirsa bo'lardi. Kecha Abdumutallib baytni egasi qo'riqlab oladi deb o'rtaga solib ketgan g'ulg'ula endi nihoyat ertalab arisa kerak. Bugungacha barcha arablarning yuragi bog'langan Ka'ba buzilajak. Qarshi chiqqanlarning kallasi ketajak. Arab olami bugunga qadar bunday lashkarni ko'rmagan. Bu lashkar ertaga arablar tushlarida ham rozi bo'lmaydigan katta ishni qiladi. Asrlardan beri muqaddas deb topinib kelingan Ka'ba saltanatiga so'nggi nuqtani qo'yadi. Abraha anchagina shunday o'ylar og'ushida qo'shinni tomosha qildi. Chodirga qaytar ekan, o'ziga o'zi bunday dedi: so'nggi so'z ertaga. Ha, oxirgi so'zni Abraha aytadimi yoki baytning egasimi? Ertaga ko'ramiz. Yotdi. Ko'zlarini yumib, Sano shahrida qurdirgan muhtasham kanisasini xayoliga keltirdi. Bilqis malikasi saroyi qoldiqlaridan ko'chirib olingan marmarlar va eng noyob daraxtlarning yog'ochlari bilan bezab qurdirgan kanisasini sevmagan inson qolmagan edi. Nihoyatda baland, keng, hashamli, mustahkam bir kanisa bo'lgan edi u. Buning uchun behisob davlat xarjlandi. Son sanoqsiz odam ishladi. Ammo hayhot. Yalangoyoq arablar bu kanisani maqbul ko'rmay, yana o'z Ka'balariga rag'bat ko'rsataverdilar. Bundan g'azablangan Abraha bir kuni Yaman tujjorlaridan so'radi: Makkadagi Ka'bani ko'rdilaringmi? Albatta hukmdorim, bir necha marta ko'rdik. Xo'sh, u kattami yoki men qurdirgan bu kanisa kattami? Siz qurdirgan kanisa katta hukmdorim. Qay biri go'zal? Ka'bami yo bumi? Bu go'zal albatta. Ka'ba toshlardan yo'nib qurilgan 4 devorlardan iborat bir bino xolos. Uni ustiga latta tortib qo'yilgan. Tevaragida yuzlab butu sanamlar qurshab turadi. Shaharning iqlimi ham og'ir, quruq va issiq. Atrofida daraxt tugul, o't ham o'smaydigan qirrang tog'lar. Suvi juda oz. Yaqinidagi Quraysh ulug'laridan Abdumutallib bir quduq qazdirdi. Uning o'rnida ilgaridan bir buloq bo'lgan, ammo ko'milib, unutilib yuborilgan ekan. U odam o'sha buloqning ko'zini qaytadan ochibdi. Shu buloqning suvi juda shirin va bitmas tuganmasdir. Arablar bu buloqni juda yaxshi ko'rishadi. Xo'sh, mening kanisam muhtasham bo'lsa, nega arablar o'sha tosh uyni buncha yaxshi ko'raveradi? deb so'radi Abraha jig'ibiyron bo'lib. Hukmdorim, bu bayt ularga katta bobolari Ibrohim payg'ambardan qolgan. O'sha vaqtlardan beri muqaddas va muborak hisoblanadi. Tosh uchun emas, o'sha payg'ambardan qolgan quddusiy meros va omonat bo'lgani uchun bu baytga shu qadar qattiq bog'langanlar. Tushunarli. Demak, to u bayt yer yuzida turar ekan, mening kanisamga talpinmaydi odamlar. Shundaymi? Shunday bo'lsa kerak. Abraha otini hozirlashlarini buyurdi. Kanisaga borib, uni to'yib tomosha qilgisi keldi.